Va оформление bo'yicha albatta ko'rsatishim kerak bo'lgan xonalardan bittasi bu, gostivoy spalnya va bu yerda biza esinglarda bo'lsa обмерda o'zimizni rigel qo'shib ketdik. Bu loyihada rigel yo'q edi, deb aytib o'tgan edim va shu o'zimizni rigel qo'shganimizdan hisobiga mana bu yerda Urvillada, kelishmovchilik bo'lgan. Shuning uchun deylik, mana bu vidda kirganda chap qo'l, hozir buni videovoy tochkadan bitta ko'rsataman. Mana bu spalnya kirganda chap qo'l, mana bu devorda, mana bu vid, birinchi vid pastga qarayotgan devorimizda. Patologimizni tushiramiz. Rigel tagiga переместить qilib taqalgan bo'ladi. Mana bunaqa ko'rinishda. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, mana bu qismimizda tak, mana bu yoqda rigel bilan karniz kesishib ketyapti. Ya'ni patologga balandligi yo'l qo'ymayapti. Bu qaysi joy deydigan bo'lsak, buni hozir patologda ko'rsataman. Karniz planida mana bu joyda bizda rigel o'tib ketyapti. Mana bu karnizlar bilan to'qnashib ketyapti. Shu sababdan buni biroz pastga surishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni razmerini olamiz. 190 plus mana bunaqa bort qo'shib olishimiz kerak. Bortimizning eni 50 sm, ya'ni 240 sm ga suramiz. Birinchi bo'lib karniz planiga o'tamiz. Bu ikkita uгольникimni olib 240 ga pastga suraman. Mana bu karnizlarimni ham qisqartirib olaman. В принципе, даже buni uzunasi bo'yicha ham turaversa bo'ladi. Zapasi bo'ladi, bundoq qilamiz. Bu yoqqa ham. Tak, bu qismni ham 240 taga pastga suramiz. Va patologimizning o'zini ham surishimiz kerak. Patolog ushlab turib 2 marta bosaman. Dugasini va mana bu liniyalarni ushlab turib 240 ta pastga suramiz. Okey. Vaqtincha qo'yib yubormasdan buni skrit qilib turaman vaqtinchalik va bu yerda menda o'zi mana anaqasi bor. Karkasini ham ushlab turib 240 taga surib yuboraman va bu yoqlarni ham korrektirovka qilib qo'yaman. Tak, mana bu devorni ham berkitaylikchi. Mana bu yerda ham o'z karkasi bor. 240 taga buni ham bu yoqqa chiqaramiz. Va patologga o'zini ham ichidagi ariqchasini ham 240 ta pastga tushiramiz. Восстановить вид. Так, bu patologimizning bo'lsa 240 ta ko'tarib qo'yamiz. Привязка bilan agar tushib qolgan bo'lsa va razmerlarimizni ham tsepочкасini to'g'rilab qo'yishimiz kerak albatta. Tak. Xo'sh, bu planimiz to'g'ri. Yopib turamiz buni. Tak, bizda mana endi burchagimiz ham bunaqa ko'rinishga kelib oldi. Ana endi buni spokойно razmerlasa bo'ladi. Освещение va осветительный gruppaga ham e'tibor berib qo'yamiz. Patolog surilgani hisobiga mana bu chiroqli endi devoriga yaqinroq bo'lib qoldi. Chunki bu yerda prямой devordan boshlayapti, bu yoqda devordan emas. Shuning uchun bularni ham ushlab turib 240 taga pastga surib qo'yamiz. Va tabiiyki mana bularning ham markazi o'zgaradi. Bir 120 taga suramiz buni. Vent kanallarimizni patolog planidan suramiz. Bir 120 ga pastga. Vent kanallarni ushlab. Hozir svetovoyimizni ichidan surdim.
Endi vent kanal uzun surdim. Mana o'shanda markazlashib oldi bular ham. Tak, bu planniyam hatto tekstlarimiz, razmerlarimiz kesishib ketib qolgan bo'lsa, to'g'rilab olamiz. Tak, осветительный gruppani ham tekshirib olaylik. Mana bu surilib ketib qolgan. Bundoq qilib qo'yamiz buni ham. Video точка joyida. Сохранить. Так, bu yoqda buni skip qilib qo'yamiz. Mana endi kerak emas narsalarni to'g'rilab olib, yandan keyin bu yerga razmerlarni qo'yib tashlasak ham bo'ladi. Va albatta bu yoqqa ham 3D vid qo'shib qo'yamiz. Orqa tarafini ko'p bo'lishi shart emas, в принципе. Oldini sal cho'zsak bo'ladi, mana kreslo ko'ringuncha. Mana devorlarni berkitib qo'yamiz tepadan qarab turib. Скрыть при просмотре элементы. Так, mana tumbani ham berkitamiz. Va bunaqasi eshigicha kesib olamiz. Shablonimizni beramiz. Tak, yo devorni ham ko'rsatamiz. Vitrajlar tushishi kerak albatta. Zo'r. Saqlanib qilamiz. Burada гостевая спальня 1 va ikkinchi vidga mana bu karavot devorimizni qo'yamiz. Deyarli idealni tushdi. Потолок kesib olsak bo'ldi ekan bu yoqda. Mana. Qirqilib kesilib qolgan mebellarni o'chirib qo'yamiz. Saqlanib qilamiz buni ham. 2 va bularni varoqqa joylashtiramiz. Bunga tabiiyki ikkinchisini, bunga birinchisini. Masshtab 30 sig'sa kerak bemalol. Da. 30 shundoq sig'ib ketdi. Burchini ham o'zgartirish hojat qolmadi. 3D vid bosib qo'yamiz unga. Va bu yerga ikkinchi variantimizni kattalik qilsa kerak yoki burchagini o'zgartiramiz buni. Bo'ladi. Granit обрезкисini bunikini ham kichraytirib qo'yamiz. Imya tayyor. Markalarni qo'yib razvertkani bitirsa ham bo'ladi.